Kristal toshlar va munajjimlar bashorati hamisha bo'lgan. Unga qanday ishongan bo'lsak, shunday ishonaveramiz. Nega bunga aminman? Chunki ich-ichimizda doim nimagadir ishonish uchun juda katta istak bor. Masalan, shunday holatlarni eslang. Tunda uyda yolg'iz bo'lganingizda va chiroq o'chirilganda narigi xonadan albatta kimdir tovush chiqaradi. Televizor sirli qirsillaydi, quvurlarda nimadir o'rmalaydi, nimadir sovutgich ortidan tovush chiqaradi. Axlat paketi ham ulardan qolishmaydi. Tanish holat, to'g'rimi? Irim-sirimlar ham shunday paydo bo'ladi. G'or odami ham har qanday shovqin sababchisi deb bir tirik jonzotni bilgan. Bu qo'rquvlar bizda qanday paydo bo'lgan? Hozir tushuntiraman. Voqea shunday bo'lgan. Ajdodimiz savannada yurar ekan, butalar orasidan qandaydir shovqin eshitadi. Bu nima? Shamol yoki yo'lbars pisib turibdimi? Deylik, u shovqin sababchisini yo'lbars deb qochib ketdi. Agar u haq bo'lsa, hayotini saqlab qolgan bo'ladi. Adashgan bo'lsa, shunchaki mushaklarini mashq qildirgan bo'ladi. Mobodo u shovqinni shamol deb o'ylagan bo'lsa-chi? U holda u haq bo'lsa, biror qo'rqinchli yeri yo'q. Adashgan bo'lsa, tamom, uning genlari tarixdan o'chib ketadi. Hammamiz shovqinni yo'lbars deb o'ylab qochib ketganlarning avlodimiz. Biz hech narsa o'z-o'zidan bo'lmasligiga va hamma narsaning sababi borligiga ishonamiz.